Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, yoki avtomobil agregat texnika traktorlaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnika agregatlaringizni YouTube'ga hamda ijtimoiy tarmoqlarga reklama qilib beramiz. Mana endi birin-ketin sotiladigan texnikalar bilan tanishsak. Bizda sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ80.1 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 2013-yil ishlab chiqarilgan. Texnikamizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Zadnomoz korobkasida shovqini yo'q, motori 1 gramm yog' yemaydi, bir kalitda zavodit bo'ladi. Bu texnikani olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 140 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Texnikamizning manzili Samarqand viloyatida. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda, ishga tayyor holda turibdi. Texnikamiz bir kalitda zavodit bo'ladi. Zadnomoz korobkasida shovqin yo'q, motori 1 gramm yog' yemaydi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 25 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Narpay tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi T28 traktori. Bu traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Motori 1 gramm yog' yemaydi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 10 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Tayloq tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi T28 traktori. Bu traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizga qo'shimcha agregat tilishkasi bor, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Texnikamizning narxi tilishkasi bilan birgalikda 25 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan agregatlarimiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan kapalka hamda makka o'raydigan agregatimiz sotiladi. Bu agregatlarimizning ikkalasining ham holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Bu agregatlarni olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 40 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, agregatlarni ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu agregatlarimizning manzili Samarqand viloyati Urgut tumanida. Bu agregatlarga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan Belarus traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizning zadnomoz korobkasida shovqini yo'q, motori 1 gramm yog' yemaydi. Oldi vidishlari ham ishlaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 90 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Jizzax viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ82.1 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2020-yil ishlab chiqarilgan. Traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda.
Ishlagan soati 4656 soat ishlagan. Zadnivoz korobkasida shovqini yo'q. Motori 1 gramm yog' yemaydi. Bu texnikani olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 190 million so'm. Menam kelishiladigan joyi bor, kelsinlar. Texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlari bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizni navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ-80.1 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 1985-yil ishlab chiqarilgan. Traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Zadnivoz korobkasida shovqini yo'q, motor 1 gramm yog' yemaydi. Texnikamiz yarim kalitda zavodit bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 70 million so'm. Menam kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikamizning manzili Buxoro viloyatida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz va texnikani ustida savdolashishingiz mumkin.